Ra'no opa, bugun sizni atrofingizda unvoningiz, mashhurligingiz uchun yaxshi ko'radiganlar ko'pmi? Yoki samimiy, beg'ubor Ra'noni yaxshi ko'radiganlarmi? Meni Ra'noni yaxshi ko'radigan insonlarim ko'p. Teatrimizni maktabi shundayki, biz ijro etayotgan obrazimizda yashaymiz. Hozir ham sahnaga chiqqanda hayajonlanasizmi? Yiqilganda tura olganman. Ataylab sindirishlar ham bo'lgan. Aytishadi, hayotingizni qaysi davriga qaytgisi keladi degan savol bo'ladi-da menga. Bolaligim. Beg'ubor bolaligim. Bugungi kunda seriallar tomoshabinni tarbiyalayaptimi yoki vaqtini o'g'irlayapti? Ayol nozik xilqat. Ayol baribir erkak bo'la olmaydi. Biz shuni hech qachon unutmasligimiz kerak. Ekranda doim kuchli ayollar timsolini gavdalantirasiz-da. Aslida hayotda Ra'no Yarasheva qanday ayol? Juda ham chiroyli savol berdingiz. Sindirishdi. Sindim. Men san'atkorman. Soatga qarab ishlamayman. Ijodkorda armon bo'lib qoladigan rollari bor. Bor. Meni o'zimda hech kimga nisbatan g'arazligim yo'q. Dunyoda yomon ko'rganim nolish kerak emas. Boshingiz og'rimayaptimi? Siz baxtlisiz. Oyoqlaringiz yuryaptimi? Siz baxtlisiz. Yegan ovqatingiz hazm bo'layaptimi? Siz baxtlisiz. Ustozim, duogo'yim, men ularni 2 karra xalq artisti deyman, chunki bu ham ularniki. Rixsa Ibrohimova bo'ladilar. Nega shukr qilmaylik? Gullab tursa bog'imiz. Nega shukr qilmaylik? Tandir to'la nonimiz. Nega shukr qilmaylik? Musaffo osmonimiz. Nega shukr qilmaylik? Tinch ekan zamonimiz. Assalomu alaykum dilga yaqinlarim. Omonmisiz? Yana sizlar bilan Dil tori loyihasi orqali diydorlashib turganimizdan behad shodmiz. Bugungi suhbatdoshimiz samimiy, kamtarin, ajoyib rollari bilan tomoshabinlar qalbidan chuqur joy olgan ijodkor, O'zbekiston xalq artisti Ra'no Yarasheva. Ra'no opa, sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum yana bir bora. Bizning milliy teatrimizga tashrif buyurishinglar qalbimizga quvonch bag'ishlaydi. Rahmat. Davlatimiz rahbari tomonidan O'zbekiston xalq artisti yuksak mukofot bilan taqdirlandingiz. Bu ulug' e'tirof sizni yillar davomida mashaqqatli mehnatingiz uchun qandaydir xotirjamlik berdimi? Bir faxr berdi. O'sha yillar uchun hammani hayotida, har qanday kasb egasini hayotida past balandlik bor-da. Yaxshi yomon kunlar bor, yiqilish turishlar bor. Lekin ana shunday e'tiroflarda inson hammasiga chin dildan rozi bo'ladi. Hammasi uchun shukr qiladi. Hali qadimda bir gapimiz bor. Toqqa chiqmasang do'lona qayda, jon chekmasang jonona. Mashaqqat chekmagan inson rohatga yetmaydi hech qachon. Mashaqqatlar qachon yoqimli bo'ladi? Agar o'sha kasbni sevsang, o'sha qilayotgan ishing seni yuragingga yoqsa, uni har qanday mashaqqati, har qanday qiyinchiliklari rohat, farog'atda tuyulaveradi. Hozir ismingiz e'lon qilinganda O'zbekiston xalq artisti degan unvon ham birga jaranglaydi. Bu boshqacha bir tuyg'u, boshqacha bir kayfiyat ulashsa kerak, to'g'rimi? Albatta. Zavq bag'ishlaydi, huzur bag'ishlaydi va yuragingizdan har O'zbekiston xalq artisti Ra'no Yarasheva deganda yuragim bir qalqib tushadi. Sababi mana xalqimizning muhri, mehrini, muhabbatini muhri. To'lqinlanaman. Ba'zan ustimdan sal kulganda ham bo'lishadi. Taqib yuraverasizmi deb. Taqaman-da. Albatta, har ko'rganda mehnatlarni natijasini ko'rasiz. Albatta, shunday bir ulug' inson, katta mamlakatni boshqarib turgan insonni qo'lidan bu yuksak unvonni qabul qilish ham o'zgacha mas'uliyat, albatta. Hali qiladigan ishlarimiz ko'p ekan. Hali bo'shashishga haqqimiz yo'q ekan. Chunki bizni mamlakatimizda shunaqa bir qadriyat bor-da, ustoz shogird an'anasi davomiy. U hunarmand bo'ladimi, ijodkor bo'ladimi, san'atkor bo'ladimi? Shuning uchun yillar davomida orttirgan tajribamiz bor. Biz hayotni tomonini ko'rdik, bu tomonini ko'rdik. Mana shular haqida orqamizda ergashib kelayotgan shogirdlarimizni to'g'ri yo'lga solishda, ularning qalbida shukronalik uyg'otishda,
ularga mehnatkash bo'lishida, mehnatdan qochmaslikka o'rgatishda ancha tajribamiz bor. Mana shu tajribalarimiz bilan ham xizmatda yana davom etar ekanmiz. Ra'no opa, siz uchun san'at bu Hayot. O'zimni aqlimni taniganimdan beri o'sha adabiyot bilan san'atda uzviy bog'liqligim bor. San'atkorlarimizni chiqishlari, ularni ijrolarini o'zimcha uyda bolaligimda, yoshligimda takrorlashlarim, birinchi yuragimni aktyorlikka uyg'otgan, yuragimda shu kasbga muhabbat uyg'otgan inson O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, meni bevosita ustozim Gulchehra Sa'dullayeva bo'ladilar. Insho yozganmizda 7-sinflarda kim bo'lasan deganlarida aktrisa bo'laman. O'zbek qizlarini, ayollarini, orzularini, armonlarini ifoda etadigan spektakllarda rollar o'ynayman degan insholarim bor, yozganman. O'sha paytda o'qituvchilarim bunga g'ayritabiiy deb qarashmagan, chunki ular tajribali insonlar bo'lishganda, orzuga ayb yo'q deyishgan. Lekin tengdoshlarim ichida biroz ustimdan kulganlar ham bo'lgan. Endi bu aktrisa bo'lib ketsalar, bular endi voy sahnada rollar o'ynasalar degan gaplar bo'lgan. Bugungi kunda mana sinfdoshlar bilan uchrashganimizda yaxshi orzu qilaverish kerak ekan, Ra'no, orzularingizga yetdingiz deb xursand bo'lishadi. Yutuqlarimizdan mana xalq artisti olganimda ham birinchilardan o'sha sinfdoshlarim juda bir katta hayajon bilan muborakbod etishdi. Ekranda doim kuchli ayollar timsolini gavdalantirasizda, aslida hayotda Ra'no Yarasheva qanday ayol? Oldimga bir maqsad qo'ysam, albatta unga yetishga harakat qilaman. Avvalo quvvai hofiza yetadigan narsani orzu qilaman. Hech qachon narvonni tepa qismiga oyoq qo'yishga harakat qilmaganman. Dadam rahmatli aytardilarki, har bitta ma'nali inson bilan uchrashuving sen uchun bitta zina bo'lsin derdilar. Shundan bir narsa olgin, shu suhbatdan bir narsa o'rgangin derdilar. Qanaqa qilib odamga zina bo'lishi mumkin desam, uni majoziy ma'noda aytgan ekanlar. O'sish uchun inson suhbatdoshidan o'sha o'zi bilmagan, o'zi uchun yangilik bo'lgan hikmatli bir so'zlarni yoki maslahatlarni olib sekin narvondan tepaga ko'tarila boshlar ekan. Men o'zimni kuchli ayollar toifasiga qo'shsam bo'ladi deb o'ylayman. Hayotda juda ko'p sinishlar bo'ladi, yiqilishlar. Yiqilganda tura olganman. Ataylab sindirishlar ham bo'lgan, lekin baribir ishonchim bor edi-da. Ishonchim bor edi. Atrofimdagi o'sha ustozlarim, mana shu Milliy teatrda birinchi o'ynagan rolim Yorqinoy, Cho'lponni Yorqinoy dramasida. Ustozim, duogo'yim, o'zlari band bo'lgan payti u doimo yonimda bo'lganlar. Hatto o'zlari band bo'lmagan paytda ham kelib repetitsiyalarni ko'rib, spektakl jarayonlaridagi kamchiliklarim, xatolarimni aytib, to'g'ri yo'lga boshlab maslahatlarini ayamagan O'zbekiston xalq artisti. Men ularni 2 karra xalq artisti deyman, chunki bu ham ularniki. Rixsa Ibrohimova bo'ladilar. Rixsa ham mehnatlari katta, duolari ko'p, e'tiborlari katta bo'lgan. Ustoz ko'rmagan shogird har muqomga yo'rg'alar deydi. Ustozlarim bor. Ustozlarimga ergashganman, ularga taqlid qilganman. Yurish-turishda ham, jamiyatda tutgan o'rinlariga ham, kiyinishlarida ham, hatto mana ilgari o'sha soch turmagimni ham aynan ustozim soch turmaklarini qilib yurardim, taqlid qilardim. Men bundan hech qachon uyalmayman. Men o'zimga xos, o'zim alohida bir shunaqa zo'r iste'dodli bo'lib ketganman deya olmayman. Bu gapni boshqa odam aytsa ham agar xato qiladi. Hamma kimnidir o'ziga nima deb biladi? Ustoz deb biladi, yo havas bilan qaraydi. Garchi uchrashsa ham, uchrashmasa ham. Hali aytganimdek Gulchehra Sa'dullayeva menga bevosita. Ular bilan suhbatlashmaganman, oldin ular bilan ko'rishmaganman. Aktrisa bo'lganimdan keyingina ular bilan muloqotga kirishdim. Ungacha ular meni xayoliy ustozim bo'lganlar-da. Ra'no opa, sadoqat haqida gapirdingiz. Bu hammada ham uchramaydigan tuyg'u-da. Lekin ming afsus, ayrim payt mana shu sadoqat dars ketadi. Ya'ni siz ishongan insonlar, siz boringizni, mehringizni bergan insonlardan buni aksini ko'rasiz, kuzatasiz. Shunday paytlarda
Qanday yo'l tutasiz? Men unday insonlardan uzoqroq yurishga, kamroq gaplashishga harakat qilaman. O'zi aytishadiki, kechirdim deysiz. Lekin yuragingizda baribir dars qoladi, yuragingizda o'sha dog' qoladi-da. U ketmaydi hech qachon. Lekin biz bu narsani sezdirmaslikka, kulib muomala qilishga, sizni yutuqlaringizdan siqiladigan insonlar bilan kamroq muloqotda bo'lishga, ularga kamroq ko'rinishga harakat qilaman. Men faqat ularni o'ylab emas, albatta ularni ham o'ylayman, yuragi o'rtanmasin deb. O'zimni ham ko'proq o'ylayman. O'zimni ayagim keladi. Muxlislarimiz aytishadi, sizni hamma yaxshi ko'radi, sizni hamma yaxshi ko'radi deydi. Lekin hamma yaxshi ko'radigan odam yo'q. Hammani ham yomon ko'radigan odamlar bor. Ularning ham boriga shukr. Ular sizni ijod qilishga, ular sizni o'zingizni nazorat qilishga, yurish-turishingizda, gapirishingizda, el ichida qanday bo'lishingiz kerakligi haqida sizga undov berib turadigan insonlarda ularning boriga shukr. O'shalar uchun ham yanada ijod qilgisiz keladi. Albatta, albatta. Sizni san'atkor qilgan tug'ma iqtidormi yoki mashaqqatli mehnat? Tug'ma iqtidor bo'lgan, chunki 2 yoshimdan meni Xadicha buvim rahmatli katta qilganlar-da, ota-onamdan olib ketib 8 yoshimgacha. O'sha davrda 2 qator she'r yodlasam ham yoki bir chiroyli raqsga tushsam ham yoki bir narsani qotirsam ham darrov qo'shnilar chiqadimi, o'rtoqlari chiqadimi, qarindoshlar kelib qoladimi? Qani aytib berchi, darrov aytib berchi. Ha, darrov o'sha she'rimni aytib beraman. Ana endi o'ynab beraman, yangi ko'ylak kiydida o'ynab ber. Desalar darrov o'ynab berib, o'sha paytdan sekin diqqat markazida turish odatiy bo'lib qolganda. Juda erka bo'lgan ekansiz. O'ta erka bo'lganman. Lekin bobongiz va buvingiz rosa sizni o'sha aytgan narsalaringizni olib berib, sizga alohida e'tibor berishgan ekan. Shunaqa. Aytishadi, hayotingizni qaysi davrga qaytgisi keladi degan savol bo'ladi-da menga. Bolaligim. Beg'ubor bolaligim hech narsa bilan agar tarozini bir tomoniga butun umr hayotimni qo'yib, bu tomoniga o'sha 8 yillik umrimni qo'ysangiz, chunki dunyoni tanidim, yaxshi yomonni angladim, rost yolg'onni tushundim. Buvim rahmatlik, mana o'zlari 50 yosh bo'lgan bo'lsalar, 50 yoshli inson bilan gaplashgandek gaplashardilar. O'shanday hurmat qilardilar. Shuning uchun ham bolaligimdan katta bo'lib qolganman-da. O'sha 8 yoshimgacha bo'lgan hayotni taniganim butun umrim davomida qo'l kelyapti. Agar kuzatayotgan bo'lsangiz, hayotimda, ijodimda, xatti harakatimda agar ijobiy biror narsa kuzatayotgan bo'lsangiz, demak bu hammasi o'sha Xadicha buvimni menga bergan tarbiyalari, mehnatlari. Agar hayotimda baribir xomsut emgan bandamiz, kamchilik bo'ladigan bo'lsa, salbiy xatti harakat bo'ladigan bo'lsa, bu hammasi o'zimniki. Siz kino va teatrda asosan o'sha kuchli, sabrli, o'rni kelganda bir jasoratli ayollar timsolini gavdalantirasiz. Bugungi kunda o'zbek ayollarini og'rig'ini nima deb ko'rasiz? Juda ham chiroyli savol berdingiz. Bu savol har bir xonadonda bitta ikkita ayollarga tegishli bo'lyapti. Meni irodam mustahkam, men hamma narsani bajaraman, hammasini o'zim qilaman deb butun oila hayot tashvishlarini yelkasiga olib, garchi tashqi qiyofasidan sinmagan bo'lsa ham sinayotgan ayollarga shunday degim keladi. Biz ayol ekanmiz. Ayolda yashashimiz kerak. Biz erkaklarni ham mas'uliyatni yelkamizga olib bajara olayapman-ku, qila olayapman-ku deyishimiz kerak emas ekan. Men o'zimni hayotimda bu narsani boshimdan kechirganim uchun aytmoqchimanki, ayol nozik xilqat. Ayol baribir erkak bo'la olmaydi. Biz shuni hech qachon unutmasligimiz kerak. Erkaklarimizga o'z mas'uliyatini o'ziga qo'yib beraylik. Aravani
hammasini o'zimiz tortmaylik. Onam rahmatli o'zimni ayam ko'p yuguryapsan bolam, chopag'on ot tez charchaydi dersalar, men ularning gaplariga tushunmasdimda. Mana shu bundan bir 10 yil oldin shu teatrimizda ham bo'lgan ba'zi bir past baland voqea hodisalarda sindirishdi. Sindim. Haqiqatdan o'zi qaddim tiklab ololmay qoldim. Lekin u ma'lum vaqtda 1,5 yil, 2 yil ichida o'tib ketdi hammasi. Yana qayta tiklash qiyin bo'ldi-da baribir. Lekin baribir shukr qilaman. Aytmoqchimanki, har bir inson har qanday darajaga yetsa, amaldor bo'ladimi, yo davlat ko'p bo'lib ketadimi, o'sha kasbdoshini, atrofidagilarini qarg'ishiga qolmasin, dilini og'ritmasin, sindirishga harakat qilmasin. Chunki uni natijasi baribir yaxshi bo'lmas ekan. Lekin dilim og'rigan, yuragim yig'lagan. Hammasini hayotim tajribasida ko'ryapman. Bu narsa o'zim uchun ham ibrat, o'zim uchun ham o'sha iloji boricha atrofimdagi insonlarni keskirligim bormi? Meni ham salbiylikka choparroqman. Haqiqatda aytib yuboradigan odatlarim bor. Shularni sekin Hammaga ham yoqavermaydi. yoqavermay jilovlashga harakat qilyapman-da. Ra'no opam, aktrisalik kasbidan nimalarga erishdingiz va nimalarni yo'qotdingiz? Kuzatayotgan muxlislar, muxlismaslar ham nimaga hamma e'tibor san'atkorga bo'ladi deyishadi-da, ularga savol bergim keladi. Siz nima ish qilasiz? Hisobchiman. Necha soat ishlaysiz? 9da boraman, 6da kelaman. Men san'atkorman. Soatga qarab ishlamayman. Shunday vaziyatlar bo'ladi, 20 soatlab ishlaymiz. Shunday vaziyatlar bo'ladi, uxlamasdan so'z yodlaymiz. Daftar so'z yodlashimiz kerak. Masalan, o'zimiz nafsimiz xohlagancha yonboshlab olib taomlanish mumkin emas. Endi mana raqqosalarda juda ham kuchli bu narsa. Lekin biz ham o'zimizni saqlab turishimiz kerak. Ko'p narsadan voz kechamiz. Kattaqo'rg'onlikman, Samarqand viloyatini. To'y tantanasiga bora olmayman. Chunki bilet sotilgan, spektakl qo'yilgan. Ba'zan noxush voqealar bo'ladi, janoza bo'lib qoladi. Unga ham bora olmaysiz. Hatto bolangizni yo o'zingiz tug'ilgan kuningizda ham mehmonlarga o'tirib turinglar, spektakl o'ynab kelay deymizda biz. Mana shulardan voz kechamiz. Lekin baribir xursand bo'lamiz. Chunki tomoshabinlarimizni, muxlislarimiz bitta olqishi yo rahmat deyishi bizga yana kuch bag'ishlaydi. Ra'no opa, siz dilbar shoirasiz, ajoyib ijodkor sifatida yana bir qirrangiz bor. Serqirra ijodkor deb bekorga aytmadik. Nimadan ilhom olasiz? Hayotdan ba'zan bir voqea boshimdan o'tadi, o'zimni boshimdan o'tib ketadi. Shu endi xayolingizda qoladi. O'sha paytda she'r bo'lmaydi u. Keyin aylanib kelib birov bilan hamsuhbat bo'lsangiz, shunga o'xshash voqeani aytadi-da. Shunda xuddi chaqmoq urganga o'xshaydi. Ana o'zimning xotiramdagi haligi voqea yoki mavzu va siz bilan bo'lgan suhbatdagi mavzu bir-biriga shunda chaqmoqdek uriladi, keyin she'r tug'iladi. Ba'zan yolg'izlikda she'rlar tug'iladi. Sokinlikda ko'proq she'r yoziladi. Endi men mutaxassisligim bo'yicha shoira emasman, lekin yozuvchilar uyushmasining a'zosiman. She'riyat endi 5-sinfdan she'rlarim vaqtli matbuotlarda e'lon qilingan. 5-sinfdan. Adabiyot, ona tili adabiyot bu eng sevgan darslarim bo'lgan. Olimpiadalarda qatnashardim. Juda ko'p kitob o'qiganman. She'riyat, ijod haqida gapirdik. Ijod namunasidan tomoshabinlarga o'qib bersangiz. Tunlar qon yig'ladim. Hech kim bilmadi. Ko'zlarim kulganda ko'ngil kulmadi. Yashadim. Boshimdan nelar o'tmadi, taqdirda borini. Qismatda ko'rdim. Ba'zida bir sirdosh topmay yig'ladim. Ko'ngil eshigini yopmay yig'ladim. O'ngga usul tomonga chopmay yig'ladim. Taqdirda borini. Qismatda ko'rdim. Men kalom so'zladim. Yaxshisan dedi. Ganjkor yuragimning naqshisan dedi. Sen shoir, sen ushoq,
baxshisan dedi taqdirda borini. Qismatda ko'rdim, yiqildim. Turboq yo Alloh dedim. Har ne ishlarimga sen guvoh dedim. Bu oshiq ko'nglimda ne gunoh dedim. Taqdirda borini qismatda ko'rdim. Ajoyib satrlar. Insonni Hayoti. dilidan chiqqan fikrlar dilga yetib boradi deydi. Haqiqatda ta'sirli. Ra'no opa, siz o'sha teatrda ham, kinoda ham birdek ijod qilasiz. Ayniqsa mana teatrda tarixiy rollarda ham ko'ramiz sizni, komediya, drama. Siz uchun eng og'ir rol qaysi bo'lgan? Endi o'ynayotgan rollarimiz hammasidan ham o'zgarish yuki bo'ladi, og'irligi, qiyinchiligi bo'ladi. Ba'zan u obraz tezgina topasiz. Zamonaviy komediya janridagi spektakllar biroz osonroq, chunki uni prototiplari hayotimizda-da. Tarixiy mavzudagi asarlar biroz qiyinroq. Masalan, o'sha Bibixonimni o'ynaganman, Nodira begimni o'ynaganman, Yorqinoyni o'ynadim, mana Oftoboyimni o'ynayman, Nigoroyimni o'ynaganman, Mehrobdan Chayonda Ra'noni onasi. Tarixiy asarlarda biroz qiyinchilik bo'ladi. Chunki Zamon bilan, o'sha zamonga. u zamon boshqa, u zamondagi yurish-turishlar qanday bo'lgan, qarashlar qanday bo'lgan, so'zlashuv qanday bo'lgan. Bular uchun ko'proq kitob o'qishga to'g'ri keladi, mutolaa qilishga to'g'ri keladi. Olimlarning suhbatda bo'lishga to'g'ri keladi. Birgina agar Bibixonimni oladigan bo'lsak, buni ichida emas, insonlar o'ylaydiki, mana ishlarni bitirib kelib, soat 5 da teatrga kirib, ustiga kostyumini kiyib, sahnaga chiqib, rolni o'ynab ketaveradi deb o'ylashadi. Yo'q, biz kechasi uxlayotganimizda bir karra so'zlarni takrorlaymiz. Ko'zimizni ochganimizda ertalab Bibixonim bo'lib turamiz. O'sha kuni bilan boshqa o'zimiz shaxsiy ishlarimizda ham gaplarimiz salmoqli, qadamlarimiz salobatli, qarashlarimiz sokin, o'zimizda qanaqadir to o'sha kechki spektaklga qadar biz o'sha obrazga kirib bo'lamiz va o'shandan keyingina sahnaga chiqib o'sha rolni ijro etamiz. Bu tarixiy rollarni o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Ijodkorda armon bo'lib qoladigan rollari bor. Bor. Luiza Qosimovaga tashakkurimni bildirib qo'yishim kerak, chunki o'sha paytlar O'zbekiston xalq artisti Zulayho Boyxonova Muqimiy teatrida Nodira spektaklini o'ynardi. Nigori gul badanimni degan qo'shiqlarni ijro etib. Keyin Luizaga aytganman, balki Zulayho o'ynasamikin. Keyin teatrimizda endi o'zim yaxshi ko'rgan insonlarni taklif qilaman. Zuhra o'ynasamikin. Menga e'tibor berganingizdan xursandman desam, tashqi qiyofangizda o'xshashlik ko'rdik va she'riyatga yaqin inson bo'lganingiz uchun biz sizni tanladik deyishdi. 1999-yilda mana shu rollarni o'ynab, Bibixonim, Nodira begim bilan o'ynab, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist degan unvonga sazovor bo'ldim. Aytyapman-ku, mehnat qilish, ijod qilish kerak ekan. Agar chin dildan ijod qilinsa, chin dildan mehnat qilinsa, har bir soha vakili albatta yuzaga chiqadi, yuqoriga ko'tariladi. Mehnat qilgandan keyin u uchun e'tirof kutib o'tirish ham shartmikin yo? Yo'q. E'tirofni kutish kerak emas. E'tirofga mehnat orqali boriladi-da. Mehnat qancha ko'p ijod qilsangiz, qancha ko'p mehnat qilsangiz, qancha ko'p samarali mehnat qilaversangiz, demak o'sha e'tirofga qarab sekin boriladi-da. Vaqt keladi, kunlarning birida shu mana ko'ksingizga kelib qo'nadi. Armon haqida. Mehrobdan Chayonda o'sha yoshligimda ko'p kitob o'qiyman deyman-ku. Mehrobdan Chayon asaridagi Ra'noni o'zimga taqqoslardim. Oynaga qarab o'zimcha Ra'no bo'lardim. Uni qosh ko'zi ta'riflangan-ku, kulcha yuzli, qora shirindan kelgan degan joylarini o'zimga o'xshatardim. Teatrda qiziqarli voqealar bo'ladi baribir. Shunday jarayonlar bo'lganmi? Partnyoringiz bilan birgalikda sahnaga chiqdingiz va ularni matnlari, so'zlari yodlaridan ko'tarildi. Shunday paytda qanday yo'l tutasiz? Endi bu tabiiy hol.
biz insonmiz, ba'zida shunaqa bo'ladi. Menda ham bo'ladi, boshqa aktyor, aktrisalarda ham bo'ladi. Improvizatsiyaga ustaroqlardan biriman o'zi. Shunaqa deyishdi. Ya'ni improvizatsiya tez keladi, tez o'sha ko'p kitob o'qiganim uchun Vaziyatdan tez chiqadi, Ra'no chiqarib yuboradi bizni deyishdi. Adabiyotga yaqin bo'lganim uchunmi tez keladi. Bunaqa demoqchimisiz deydigan joylarim ham bo'ladi. Chunki u so'z aytilmasa, undan keyingi so'z kelmaydi-da. Shuning uchun siz mana shunaqa demoqchimisiz desam, u so'zi esida yo'qdi-ku. Shunaqa demoqchiman desa, keyingi so'z meniki keyin dialog davom etib ketaveradi. Bir shunaqa vaziyat bo'lgan. Bizda Jumaniyaz Jabborov Nexia degan spektakl bo'lardi. Komediya spektakl. Spektaklda kimdir birinchi kartinadagi replikani tashladi. Unga javoban bu javob berish kerak. Bu javob bergandan keyin uni so'zi keladi. Spektakl 2 marta o'ynaganmiz. Tomoshabin tushmagan. O'zimiz kulamiz. Chunki to'xtatib bo'lmaydi-da. So'zga ulangan. Spektakl tugashiga 10 minut qolgan, lekin biz spektakl yana boshidan o'ynab o'sha joyga qaytadan keldik-da. Shunaqa vaziyatlar ham bo'ladi. Teatrda 1 soat, 1,5 soat davomida qanchadan qancha so'z yodlash, xotira degan narsalar bor-da. Misol kinoda dubl qilasiz, so'zlar boshqasi. Lekin teatrda shuncha so'zni yodlash uchun katta bir xotira kerak-da. Rahmat sizga. Faqat so'z bo'lsa ekan, mayli endi, faqat so'z bo'lsa yodlab olasiz. Qadam yodlanadi. Sahnaga 5 qadam oldinga borganingizda o'ng tomonga qarab kulishingiz kerak. 4 qadam bu tomonga borganingizda ko'zingizdan yosh oqishi kerak. 3 qadam borganingizdan keyin kulishingiz kerak. Mana shu narsa ham yodlanadi-da. Teatr sohasida birorta iste'dodi boshidan oshib ketgan odamlar ham kelib ishlay olmaydi, ularni qabul ham qilishmaydi. Chunki teatr sohasidagilar bular to'liq mutaxassislar. To'liq mutaxassislar bular. O'sha sahnani, harakatini, sahnani, mas'uliyatini, hamma narsasini ipidan ninasigacha o'qib, o'rgangan, konspekt yozgan. Bu narsani yillab o'rganiladi-da. 4 yil, 5 yil bekorga o'qitilmaydi-ku. Ra'no opa, hozir ham sahnaga chiqqanda hayajonlanasizmi? Ba'zida, har doim emas. Hayajonlar ancha ketgan. Masalan, zamonaviy spektakllar bo'ladigan bo'lsa, komediya janridagi spektakllarda juda hayajon bo'lmaydi. Chunki unda yashab ketaveramiz. Lekin yana yuqoridagi gapga o'tamiz, tarixiy asarlarda keyin yangi spektaklni topshirish bor bizda, badiiy kengashga hayajon bo'ladi. Komediya rollari haqida gapiryapsiz-da. Komediya rolda go'yo o'sha yerda yashayotgandek bo'lasiz. Siz tabiatingizga mos va xos rollar juda ko'p-da. Siz o'sha samimiy, beg'ubor, chappani, shunaqa o'zbek ayollar timsolini yaratganingizda Ra'no Yarasheva xuddi o'sha muhitda yashayotgandek tasavvur qilamiz-da biz. Bitta muxlisimiz aytadiki, siz deydi, xohlagan gapingizni gapiraverasiz, deydi. Nima gap to'g'ri kelsa, darrov o'sha joyda yopishtirib gapirib ketasiz deydi. Yo'q, men u tekst yodlab gapirganman desam, yo'q, deydi, siz aytganingizga o'xshab. Chunki ijro bizni teatrimizni maktabi shundayki, biz ijro etayotgan obrazimizda yashaymiz. Biz ko'rsatib bermaymiz. Ikki xil toifa bor-ku. Ko'rsatib berish, mana shu obrazdagi odam mana bunaqa bo'ladi deb ko'rsatib berish. Mana shunaqa obraz, mana shunaqa yashaydi deb yashab berish. Teatrimizni maktabi yashab berish. Biz o'sha 2 soat davom etadigan spektaklda haqiqatdan yashab beramiz o'sha yerda. Yig'lasa yig'laymiz, kulsa kulamiz, yiqilsa haqiqatdan yiqilamiz. Teatrdan tashqari kinoda ham o'sha turli rollarni ijro etgansiz. Bugungi mana seriallarda deyishimiz mumkin. Bugungi kunda seriallar tomoshabinni tarbiyalayaptimi yoki vaqtini o'g'irlayapti? Endi bilasizmi, qaysidir ma'noda bu ham bir to'lqinda, esingizda bo'lsa, bundan bir 20 yillar oldin xususiy filmlar juda ham ko'payib ketdi. Lekin tomoshabini ham bor edi, panorama to'la odam edi. O'shanda ham tanqidchilar, jiddiy qaraydigan insonlar, bu xususiy filmlar nimaga kerak? Bu qaynona kelin yoki oilaviy mavzudan boshqa mavzu yo'qmi? Degan gaplarni ham gapirishgan.
bilasizmi, ijod meni nazarimda g'alvirga o'xshaydi. G'alvirdan tushib qoladigani tushib qolaveradi, tosh bosadigani o'zi yuzaga chiqib kelaveradi. U jiddiy asar bo'ladimi, komediya asari bo'ladimi, hammasi ham. Ijod shunaqa. Buni fojia deb qabul qilishimiz kerak emas deb o'ylayman, menimcha. Bu ham o'tkinchi, bu ham o'tadi. Hozir seriallar davri ekan, seriallar ham o'tadi. Lekin seriallar ichida ham o'sha qo'lga ilinadiganı, mavzusi bilan o'ziga tortadiganlari bor, tarbiyalaydiganlari ham bor va tarbiyasizlikka chaqiradiganlari ham borda. Endi biz buni uchun tomoshabinni ham ozgina, meni kechirsizlar, ayblashimiz kerak. Inson kitobni tanlab o'qiysiz. Tanlab o'qiysiz. Mana shu kitobni o'qing desa, o'qigingiz kelsa o'qiysiz, o'qigingiz kelmasa o'qimaysiz, to'g'rimi? Nimaga teleekranda sizni g'ashingizga tegadigan serial bo'ladigan bo'lsa, sizni g'ashingizga tegadigan telenovellalar bo'ladigan bo'lsa, ko'rmang. Siz mazmunli tomoniga oling, qo'lingizda ko'p pult. Siz o'zingizning darajangizga mosini qidirib toping. Unga ketgan, uni tomosha qilib bo'lib, uni oxirigacha ko'rib bo'lib, undan tarbiyasizlik ta'sirlanib bo'lib, keyin bu shunaqa deb gapirib yurganingizdan ko'ra, siz uni ko'rmasdan bola chaqangiz bilan tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan yoki bir xulosaga chaqiradigan yoki mazmunli kanallarni, ko'rsatuvlarni ko'ring. Men shunaqa taklif qilgan bo'lardim. Insonda tanlov bormi bizda hozir? Dunyoda yomon ko'rganim nolish kerak emas. Yarashadi. Qancha aytsak shukronalar. Osoyishta, ozod, obod zamonalar. Yelkasiga yelka tutib mardonalar, tinchliksevar xalqimiz bor. Tinchliksevar. Nega shukr qilmaylik? Gullab tursa bog'imiz. Nega shukr qilmaylik? Tandir to'la nonimiz. Nega shukr qilmaylik? Musaffo osmonimiz. Nega shukr qilmaylik? Tinch ekan zamonimiz. Nega shukr qilmaylik? Uy to'la mehmonimiz. Nega shukr qilmaylik? To'kin dasturxonimiz. Nega shukr qilmaylik? Keng ekan imkonimiz. Nega shukr qilmaylik? Bor ekan vijdonimiz. Iymoni, vijdoni bor inson shu yerda yashayotgan millatidan, dunyo qarashidan qat'iy nazar, jinsidan qat'iy nazar, yoshidan qat'iy har bitta inson shukr keltirishi kerak. Olayotgan nafasi uchun, ko'rayotgan yaxshiliklari uchun. Qaysi inson norozi bo'lib gapirayotgan bo'lsa, shu insonni qidirib topsangiz, katta hovlisi bor, lekin bitta ham gul ekmagan bo'ladi. Guli yo'q. Mamlakatimiz gulzor, ko'chalarimiz obod. Shunaqa yaxshiliklar ko'p. O'zi hikmat izlaganga hikmatdir dunyoda. Hikmat izlash kerak. Hammasi uchun shukr qilaylik. Muxlislaringizni qaysi xatti-harakatini unchalik ham xushlamaysiz? Meni o'zimda hech kimga nisbatan g'arazligim yo'q. Birovni muhokama qilgan insonlarni xatti-harakati yoqmaydi menga. Birovni omadli, omadsiz kunini yoki yaxshilik, yomonlik kunlarini muhokama qilishga ketadigan energiyangiz, kuchingiz, vaqtingizni o'rniga o'zingizga foyda keltiradigan nima bilandir shug'ullanish kerak deb o'ylayman. Ra'no opa, bugun sizni atrofingizda unvoningiz, mashhurligingiz uchun yaxshi ko'radiganlar ko'pmi? Yoki samimiy, beg'ubor Ra'noni yaxshi ko'radiganlarmi? Meni Ra'noni yaxshi ko'radigan insonlarim ko'p. Shular uchun ham baxtlisiz. Shular uchun ham mehnat qilaman, shular uchun ham ijod qilaman. Shuning uchun ham omadliman, shuning uchun ham baxtliman. Boringlarga shukr, qadrdonlarim. Inson baxtli lahzalarda yashayotganligini qachon his qiladi? Baxtsizligida. Baxtsizligida, qadriga yetmaganida? Ko'pchilik, yo'q, ko'pchilik deylik. Ayrimlar. Ko'pchilik, ayrimlar emas. Juda ko'pchilik o'zini baxtli hayotida maza qila olmay qoladi-da. Bilmaydi baxtli ekanligini. Qadriga yetmaydi. Qadriga yetmaydi. Nimaga ko'pchilik deyapman? Chunki bizni ko'pchilik kuzatyapti. Jonim, asalim kuzatayotganlar. Boshingiz og'rimayaptimi? Siz baxtlisiz. Oyoqlaringiz yuryaptimi? Siz baxtlisiz. Yegan ovqatingiz hazm bo'layaptimi? Siz baxtlisiz. Ajoyib suhbat bo'ldi, Ra'no opa. Sizdan ko'p
va xo'p ajoyib fikrlarni, maslahatlarni, tavsiyalarni oldik. Qaysidir ma'noda san'at uchun, umuman ijod uchun umrini, hayotini bag'ishlagan inson sifatida yana bir kashf qildik desak adashmayman. Samimiy suhbat uchun sizga alohida tashakkur bildiramiz. Ijoddan charchamang. Muxlislarga, ijod ahliga tilaklarim. Omad sari mehnat bilan, ijod bilan, harakat bilan o'zingiz boring. Omad chopib kelmaydi. Unga boriladi. Atrofingizdagi, o'zingiz tanangizdagi baxtingizni his qilib yashang. Baxtiyorlik sizni bizni hech qachon tark etmasin. Shahribonu, ijozat bersangiz, minnatdorchilik ma'nosida mana shu yuksak unvonni olganimdan keyingi minnatdorchilik ma'nosidagi bir she'rimni o'qib bersam. Qayta kelar bahor, qayta kelar qish, ba'zan oson kelar omad, ba'zan bitmay qolar ish. Yangilikni, yangi g'ayrat, yangi orzu o'y bilan kutib oldik. Yangi qo'shiq, yana yangi kuy bilan. Bizning yurtning goh yomg'iri, goh sovuq qori bor. Yigitlari shahdam, bardam, nomusi bor, ori bor. Qizlarini nozik demang, kurash tushsa yengadi. Diyorani qudratini yapon qiz ham biladi. Shaxmatda ot surgan yigit javohiri g'olibdir. Mot qildi u raqibini, jahonlar tan olibdir. Yangilikni kutib oldik. Yaxshilikni kutib oldik. Endi unga xos bo'lishga va yana mas'uliyat bilan ijod qilishga siz aziz kuzatuvchilar oldida yana bir bora va'da beraman. Tansihatlik, dili beg'amlik, go'zal, ko'rkam mamlakatimiz gullab yashnashida doimo duoda bo'laylik.